endi bilmayman, shuni ta'siridami yo o'zi boshqa narsadanmi, bahorkiyanidanmi? Lekin menda o'sha to'xtadi. Undan tashqari menda podagra bor edi. Oyog'imda, chap oyog'imni bosh barmog'ida podagra bor edi. Men hamma doktorlarga, har xil joylarga borganman, ko'rsatganman, menga aytishgan, даже anu Rossiyaning nasi bor-ku, haligi. Ana shu daryoda aytilgan edi. Podagra bu tuzalmaydigan kasallik. Uni tuzatib bo'lmaydi deyishgan. Fakat uni haligi profilaktika qilib yurasiz, mal surkab yurasiz, haligi antibiotik iste'mol qilib yurasiz degan. Men uni kutmagandim. Podagrani ketishini umuman hayolimga keltirmagan. Podagra yo'q bo'ldi. Demak, u tuzaladi ekan. Tuzaladi ekan. Undan tashqari menimda ko'zimda har doim shilimshiq mana shu ko'zim yoshlanardi. Ayniqsa shamol kuni bo'lsa men ko'chaga chiqa olmasdim. Yoki quyosh bo'lsa, yosh oqaverardi, haligi oqqanda ham shilimshiq yosh oqardi-da. Kechga mana o'shandan qutuldim. Xudoga shukr deyman. Eng asosiy narsa. Undan tashqari eng asosiysi, o'sha kelganimda Bahodir aka ko'rgandingiz. Men savol berdim. Hani o'zbek katta edi-da, shuning uchun mana o'sha 3 haftaning ichida shuncha vez tashladim-da. 5 kilo vez tashladim 3 haftaning ichida.